Assalomu alaykum. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Jizzax viloyati Zomin tumani Shirin mahallasi hududidagi 334-konturda amalga oshirilmoqda. Yer maydoniga bugungi kunda piyoz ekinlari ekilgan. Yer maydonining umumiy hajmi 10 gektardan iborat bo'lib, uzunligi 1600 metrni, eni esa 625 metrni tashkil qiladi. Ushbu ekilgan ekinlar bugungi kunda zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Ekinlarni sug'orish maqsadida yer maydoniga tomchilatib sug'orish tizimi to'liq o'rnatilgan. Ekinlar bugungi kunda unib chiqish jarayonida. Yer maydoni jami 10 gektardan iborat bo'lib, ushbu loyihaga 10 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Ya'ni o'rtacha bitta dehqon xo'jaligiga 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida ushbu loyihaga Shirin agro kooperativ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Har bir gektar yer maydonidan kelajakda o'rtacha 40 tonnadan, jami 10 gektar yer maydonidan o'rtacha 400 tonna piyoz hosili olinishi rejalashtirilgan. Ushbu ekinlar yig'ishtirib olingandan so'ng yer maydoniga ikkinchi ekin sifatida yuqori dalomatli ekin ekish hamda shu orqali dehqon xo'jaliklarining, ya'ni yer egalarining daromadini oshirish rejalashtirilgan.